Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun virusdan o'tganmiz. Xudo xolasa yangi chiqirchida bo'ldi. Bu xonadonimizdan 4 ta eshik o'rnatib berdik. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bu kvartiramizda 4 ta eshik o'rnatib berdik. Qulflarimiz 3 dan nechagalardan qulfning svetini qaralab bosib berdik. Zamok rangini qo'shadi общий. Zamokimiz ham original xatik zamokda o'rnatib berdik. Rezinkalarimiz ham suqma rezinkadan tegib bez parib bo'ldi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turishingizni so'rab qolamiz. Kimga shunday eshik kerak bo'lgan bo'lsa, pastda nomerlarimizni ham qoldirib o'tamiz.